Assalomu alaykum barchaga azizlarim. Hozir men sizlarga karomdan do'lma yoki galpisi deb qayerlardadir tayyorlab ko'rsataman. Uning uchun 2 dona pomidor, 1 dona piyozni oldimda. Yaxshilab archib, tayyorlab, yuvib, mana shunday qilib mayda-mayda kubik shaklida to'g'radim. Albatta mayda-mayda to'g'ranglar. Men juda ham galpisi yegim keldi. O'zim galpisini yaxshi ko'rganim uchunmi, bilmayman. Nima qildim? Tez tayyorlab turaman bu taomni. Mana guruch, qiyma, uyingizda qanaqa zelin bo'lsa solib aralashtirishingiz mumkin. Men mana shu zelin deb o'tirmayman, chunki uyimda qanaqa zelin bo'lsa o'shani solaman-da, aralashtirib tayyorlayveraman. Keyin ustidan ko'proq priprava solaman, chunki men pripravani yaxshi ko'rganim uchun pripravadan ko'proq foydalanaman. Mana shunday qilib pripravalarni solib, yog' solaman. Yog'ni ko'proq solinglar qizlar. Yog' solsalaring mazaliroq chiqadi. Keyin ba'zilar buni qovurib pishiradi. O'zim ham ba'zi paytlarda qovurib tayyorlayman. Bu safar qovurmasdan haqiqiy o'zbekchasiga qilib tayyorladim. Turkiyaga keldim. Turklar buni oldin qovurib olib, undan keyin nima qilar ekan, to'gar ekan. Men qovurmasdan tayyorlayman, buyoqqa beringlar dedimda, o'zim yaxshilab qovurmasdan chiroyli qilib tayyorlab berdim. Mana 1 bakal yog' soldim. Kichkina bakal bu, katta bakal emas. Xohlaganlar ko'proq yoki xohlamaganlar kamroq solish mumkin. Mana uni yaxshilab aralashtirib, mana shunday qilib qo'yib qo'ydimda, keyin bu dam olib turguncha karomlarimizni suvga solib qaynatib oldim. Mana shunday qilib. Yaxshilab qaynatib olinglar qizlar. O'zim birinchi kelgan vaqtlarim Turkiyaga o'zimizni o'zbekchasiga qilib tayyorlab berdim. Bular juda ham yoqtirdi. Keyin bular menga o'rgatdiki, bizda boshqacha, mana shunaqa tayyorlanadi dedi. Bularga qarasam, bular umuman boshqacha tayyorlaykan. Qiyma ham solmas ekan. Mana hammasini tugib chiqdim. Mana shunday bitta-bitta qilib tugayotgan joyimni videoga ola olmadim, chunki bitta qo'lim bilan tuga olmasdim. Bitta qo'lim bilan videoga olib, ortib qolgan farshlarimni bolgarskiy bor edi, bolgarskiylar ichiga solib chiqdim. Mana shunday qilib. Mana judayam mazali hozir galpiseli tayyor bo'ladi, xudo xolasa nasib qilsa. Endi buni ichiga suv solib pishirsak ham bo'laveradi, lekin bu yerda tomatni juda ham yaxshi ko'rgani uchun qaymaylikki tomatdan tayyorlang suvini sokini dedimda. Keyin 1 qoshiq pomidordan 1 qoshiq bolgarskiydan tayyorlangan tomatni olib, ustidan suv qo'ydimda, yaxshilab eritdim bularni. Mana shunday aralashtirib oldimda, eritib, keyin buni ustidan bolgarskiy karomlarni ustidan qo'ydimda, qaynatib oldim. Juda ham mazali chiqdi, lekin qizlar albatta tayyorlab ko'ringlar. Mana shunday qilib yaxshilab aralashtirasizlar tomatni. O'zi bu tomat solmasa ham bo'laveradi. Xohlaganlar nima qilsin? O'zi suv solib pishirsa ham bo'laveradi. Suv solib pishirsa ham juda ham mazali chiqadi, lekin bir narsani unutmanglar, suvga albatta yog' solinglar qizlar. Yog' solsalaring yaltirab chiqadi, chiroyli bo'lib. Mana tayyor bo'ldi. Endi tayyorlaganlarga yoqimli ishtaha qizlar. Albatta tayyorlab ko'ringlar, sog' salomat bo'linglar. Xudo xolasa, Alloh nasib qilsa, keyingi videolarimda ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Allohimga omonatsizlar.